Ey birodar, telefonni ko'tar. Xarajat, tezroq bo'l, kiri chiq, palakat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir G'ayrat aka Mahmudov chiqib qoldi. Qobjon akam bilan hozir shu choyxonaga ketayotgan ekan. Hozir joyli taksiga tushishga harakat qilib ko'raman. Like, podpiska, kommentariy portlatamiz. Ketdingmi? Ha, keling aka. Assalomu alaykum. Alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat aka. O'zingiz tinchmi aka? Qayerda ekan Qobil akamlar? Ash Xurmo choyxonasida ekan. Aka, hozir O'ram tomonga ketaveramiz aka. O'zingiz charchamayapsizmi? Rahmat, siz? Rahmat aka. Tuningga tashladingizmi mashinangiz aka? Ha, endi. Tuning bormas ekanda. Aka, o'zi sizlarni muxlisman aka. To'g'ri? Ha, she'rlaringizni ham yodlab olganman aka. To'g'ri? Qaysilarimi? O'tgan yili xurmolar juda ham ko'p qiluvdi. Quvalik go'zal qizlar yuk qilgani kelavdi. Xurmoni ko'p ortib olib buziluvdi. Mashina men ularga yordam berib bamisol hamshira deysizlar. Ha. Hali aka. Quvalik bir qizchaga sevgi izhor etgandim. Sevib uni jonimdan, bog'imdan gul tutgandim. Ne azoblar soldi u endi oshiq bu jonga. O'tgan yili o'sha qiz tegib ketdi Sharxonga. Davomini yodlash kerak. Dugonasi ham bor edi, u ham menga yoqardi. Quvadagi bozorda onor ko'chat sotardi. Endi kuygan dilimda shabodalar esmaydi. Quvalik yaylab meni vobshe to'smaydi. Quvada oshlanar bor, tanishlar bor. Bir qancha gar quvadan uylansam to'y qilamiz anjanchida. Gap yo'q aka. Bitta zo'r narsa qo'yib beraman sizga aka. Hop. Qo'shiq eshitib ketaylik maylimi aka? Mayli aka, qo'shiq eshitib ketaveramiz. Replarni eshitib turasizmi aka o'zi? Ey birodar, gapingni ko'tar. Uzoqda emas, yoningda xatar. Xatar bu do'stlar, xatar bu dushmanlar. Ular sen bilan pul deb gaplashar. Balki hamma narsa pul bilan o'lchanmas, lekin aqcha bo'lmasa hech kim ham yasha olmas. Orzu havas ko'p, yashash yaxshi, yaxshi yashash undan ham yaxshi. Yaxshi yashashga nima kerak? Yaxshigina pul kerak, to'g'rimi aka? Pul kerak, ha. Pul kerak. Pul hammani ichidagi dard. Pul bor hayot bu haqiqat. Ha. Ey birodar, telefonni ko'tar. Uzoqda emas, ortingda xatar. Xotin bu xatar, qayningga sotar. Ular sen bilan do'q deb gaplashar. Balki hamma narsa do'q bilan o'lchanmas, lekin do'q bo'lmasa hech kim yasholmas. Osh-ovqat ko'p, ish yaxshi, choyxonada ish undan ham yaxshi. Choyxonaga borishga nima kerak? Yaxshigina pul kerak. Pul kerak. Pul kerak. Pul kerak. Ha. Pul kerak. Pul hammaning ichidagi dard. Puli bor egalar g'animat. Sendan harakat, mana bizdan xarajat. Tezroq bo'l, kiri chiq, palakat. Kel, choyxonaga kel. Xotiningdan so'ramasdan kel. Kel, bizni topib kel. Xotiningni jag'ini yopib kel. Kel, Bobir. O'zi kelmasang, olib kelar Sobir. Kel, Bobir. O'zi kelmasang, olib kelar Sobir. O'ngga chapga chingalchuga kemaga tursinmi aka? Hayammakka Bombichka yon debdi tombichka deganlari bor. 1-2 bizga ona suti bo'lib qo'ygan aka. 1-2 musha. Yo'q bizga. Tush bizga ona suti bo'lib qo'ygan. Qancha yo'q. Ha uka. Siz yaxshilik kamerada videoga oldim. Nima? Maylimi aka? Ha? Ay, Instagram kanalim bor, o'zimga yarasha obunachilarim bor-da, qo'yaman. Navoy? Aytash. Ko'pchilik achi kameraga ishib qoldi o'zi. Navoy? Eshitoliga. Biz bunaqa narsa bizning paytda ham bo'lgan. Bo'lganmi aka? Vaqtida bizga ham topshalmagan.